xeyirlik bo'lsin. Bugun men shu doktorxonaning palanbiyda turib sizlarga hikoya so'zlab beryapman. Shunga ovozim balkim qo'sh ovoz chiqib qolishi, texim jarangni anglab ketishi mumkin. Shunga ertadan boshlab bunda bo'lmaydi, lekin bugun mushta anglab turinglar. Buningga bir videomu aralashtirmadim, chunki men turayotgan yerning o'zlam xil qo'rqinchli bir yerga qop-qorong'u. Shu mushta so'zlab beray. Bugungi birinchi hikoyani so'zlab bergan qizning opasining 10 yosh vaqtida yuz bergan ekanda, bu vaqtida opasining bir inisi, bir singlisi, opasidan 10 yosh cho'ng bo'lgan bir 19 yoshlarga kirib qolgan bir akasi, ota-onasi bular birlikda shu tog'da mol chorvachilik bilan shug'ullanib ekandiq. Bir kuni bularning ota-onasi shu shahardagi bir tuqqunimizning uyiga berib kelaylik, balkim hafta 10 kunlarda kelishimiz mumkin deb bu bolalarni shu 19 yoshlik cho'ng o'g'liga topshirib qo'yib, sen ini-singillarga qarab turgan deb ketib qopdi. Shunday qilib bir necha kun night tinish o'tgan bo'pti. Bir kun atiganda bu akasi yana o'zining odati bo'yicha qo'ylarni haydab toqqa chiqibdi. Beqib qaytib kirib jinjiraqni yiqib qo'yib, endi uxlaymi deb xiyol surib o'tasa, hech ichiliblam shu qip-qizil ko'ylak kiyib olgan, chechi oltin ranglik, chechini shu ushshaq o'rib olgan bir qizlar eshikdan kiriblam bozorda bu akash qarab turibdi-da. U akashningmi u vaqtlari hamda bir qizalımda qarsa kuyib qolgandek shunda kelishgan noyatli qomatli vaqtlar ekanda. Shunda bo'lganki hamda tog'da mol beqib yurib o'sha xalqning bir qizini boshlab kelgan muqanda bo'lgan. U qizalma shu bozorda bu akash qarab turdi ekan. Shunda chiroyli qizga u. Bu akash deganning qo'rqib nimqalarini bilolmayli qopdi. Endi ozroq harakat qilsa, kep o'zini bo'g'ib yetadiganday xuddi shu qizning ko'zini uzmay qarab turishga majbur bo'pti. Bu qizalni ketmay qarab turaveribdi. Shuna qilib tong otib xo'rozlar chilg'a vaqtda hali qiz andan yo'qab ko'zining g'oyib bo'pti. Birinchi kun shuna o'tibdi. Andan ikkinchi kun atiganda kechdi kelib meni qo'rqaslig'i mayli, lekin men mush kunduzda uyda yo'q vaqtlarda kelib fuklarimni qo'rqitib qolmasin deb fuqlarga ham deb bir kun kechgacha qismi qilib bulanmag'dak ishdan birini buyurib qo'yib yana mol baqli toqqa chiqibdi-da. Bir kun kechgacha mol beqib kirsa, hali fuqlar degan ishni qilib bulanmay yerib o'lay deb qolgan. Shuna qilib bu bolalar yana o'zining o'rniga berib mo'hil tushib uxlab qopdi. Bu akasi yana shu eshik tarafga qarab o'tirib kelamo, bugun kes qanday qilaman degan xiyollar bilan o'tirsa, o'xshash vaqtda eshik ochilib hali qiz yana kiribdi. Kirib shunda chiroyli kulimsirab bu akashga qarab turdi ekan. Bu akash qo'rqib nimqlarni uqmaydi ekan. Shunda qilib bu ish bir 3-4 kun shunda davomlashibdi. Kunduzi tog'da mol beqib yerib ketgan bu akash kechdi kelganda bundan bir qo'rqinchli narsa o'zi qarab turib olsa hamda uyqusi kelmay, uxlayolmay hamda qo'rqinchda. Kecha ham kunduz uyqusiz qilib bu 3-4 kun ichida shunchalik charchab ketibdi. 4-mi, 5-mi kuni kechda bugun yana keldigan vaqti bo'ldi deb o'ylab, shu muhur kechikib, eshikga qarab o'tirsa, yarim kechida. Hali qiz yana kiribdi-da. Bu vaqtda hamda ufqlarimiz ziyonkashlik qilib qolmasin deb, shu jinjiraqni qo'yib qo'ygan ko'takning tepasiga bir pichoqni sanjib qo'ygan ekan. O'zi shu ko'takning yonida eshik taraf qarab muhur kechikib o'tirgan ekan. Dal shu yarim kecha bo'lganda hali qiz yana eshikdan kirib bu akash qarab turgan bo'pti. Bu akash endi muhurkini kuchlik sho'rab, shunday chekib, beliqqa muhurkining uch taraf qip-qizil cho'g' bo'lib yongan vaqtda hali qiz bolaning chiroyi ifodasi o'zgarib ketdi ekan, bir xil qo'rqqandek bo'lib jiddiylashib ketdi ekan. Buningga bu akash sapsip diqqat qilib qopdi-da. Bu aslida tamokamdan qo'rqidi ekanda deb o'ylab, bir itboqaychumishni deb tamakisini shu qiz tarafga qaratib itibdi. Shuning bilan bu qiz bir piqrab atrofida quyun paydo bo'lgandek bo'plam. O'zi shunchalik qo'rqinchli bir chalva bosh bir mo'mayga aylaniblam. Shunda bir zil ovozda qo'rqinchli chiqarib ketibdi. Bu akash mamdi voy men nim qilib qo'ydim deb qo'rqib bu joyda o'tiramayli qopdi. Qo'rqin atmasam bo'pti-ku deb o'zi pushaymon qilib qopdi. Shunda qilib beliqi mo'may shunda bir set chiqarib atgandan keyin shu eshikdan yugurib qochib chiqib ketibdi. Kech bo'lgan vaqtda endi bulardan qutuldim, endi u kelmas deb xiyol qilib uxlab qopdi. Yarim kech bo'lgan vaqtida shu eshikdan yo'g'on shunda gavdalik bir qarsoy kirib, bu akashning mo'risiga aplim shunda otibla ko'tirib taloq qarab apmiyapti-da. Bu vaqtda bu akash uyg'onib qilib, o'zining ma'lum bir kuch tarafidan taloqqa ko'tirib mingiliyotganligini his qilib qilib, eshikning tuyi kelgan vaqtida eshikning yiliqi girviga ching'ida eslib qo'yib etmay turibdi. Shuna qilib yiliq kuch taloq tatibdi. Bu akash
girvakni chingida tutib olib qo'yib bermabdi. O kun kechda qo'ylarni qo'tang so'lashni unutib qolganmi qandoq? Butun qo'y o'shkilar shu qoroning u yerlarga tarilib ashta yotqanka. Bu so'g'idimi bir ikki qo'y yotqanka. Shunday qilib heliqi kuch tangab bo'lamidimi yo nim bo'lgan bu akashni tashlab yetiblam yo'qolib ketibdi. Igiz bir yerda hamda ma'lum bir ko'rinmas kuchning ta'sirida leylab turgan bu akash tuyuqsizlam heliqi o'zini ko'tarib turayotgan kuch yo'qolib ketgan bo'lgan ekan. Shunda igiz bir yerdan yerga shunda qattiq tushib ketibdi. Ilmi taliga shu bo'sog'ida yotgan ikki qo'y bo'lgan shu qo'ylarning ustiga tushibdi. Ularning orasidagi bir qo'y shu naq maydonda o'lib qolgan bo'libdi. Lekin bu akash hech nima bo'lmabdi. Shunday qilib ertasidan boshlab bu akash degandan qizib, og'rib yetib ketibdi. Ota-onasi ham bir rahatlar qaytib kelgan bo'libdi. Ondan bu ahvollarni ko'rib, mushta doktorlarning qishiga opirib, ancha-muncha dorilarni qilib degandek o'ngishib olgan bo'libdi. Bu ishni ham tog'isi mushta bo'lgandi deb bolalarga so'zlab berganka. U vaqtlarda ham bu qizning opasi bek kichik bo'lg'achqa ham har kun kechda bu bolalarga hushidan ketgandek uxlab qolgancha u ishlardan ozroq xabar yo'q ekan. Shunga opasi bilmaydi ekan, lekin tog'isi mushta bir ishni hikoya qilib so'zlab berganka. Birinchi hikoya tugdi. Ikkinchi hikoyami bir koni hikoya ekan. Bu hamda mush hikoyani so'zlab bergan to'rdashning mo'misidan beshikka kelishganda, o mo'misi bir 17-18 yoshlarda yangi to'y qilgan vaqtlarda yo'ldosh bilan birlikda shu mahalladagi bir qo'shnisining qorosida ijara o'tiribdi. Her kuni kech soat bir 12 dan oshgan vaqtda bu qoroning ichida birisi bir igiz boshliq oyoq kiyib u yoqdan bu yoqqa mongandek ovoz anglanayotganda bu qiz hamda qiz deb turaydi u vaqtlarda 17-18 yosh kichik vaqtlar bo'lgan ekan umumayning. Shu bu qiz har kuni 12:30 bo'lgan vaqtda uyg'onib ketadigan ham shu ovozni anglaydi ekan. Shunda bo'layvergan ekan bir xil qo'rqib qolibdi. Ondan bir kuni uy egisini tepib so'rabdi-da, "Hada, sen kundim shu yerim kechida X boshliq to'plig'ini kiyib, hojatxonaga chiqar ekansan, nima bunday qilsa men qo'rqib ketdim" degan ekan. "Yiliq uy egisi ayol turib ketib, men hojatxonaga chiqqan vaqtimda sen meni ko'rdingmi?" debdi. Degan ekan, "Yo'q, men sening kaynodan chiqib boqmagan tursam seni ko'rmadim" deb turib ketibdi. Ondan yiliq uy egisi ayolmi? "Ha" deb qo'yib ortiq gapirmay o'zining ishini qilaveribdi. Shuning bilan bu qiz, "Xap, men bugun kech cho'qim qarab boqman" deganni ko'ngliga pukib uxlabdi-da. Bugün keçdi muddal 12:20 bo'lganda uyg'onibdi. Ana lekin derizan tuydim marab o'tasa bu qo'shnisi ayol chiqmay talaga aksincha bu qoroning ichida yo'g'on bir ujum daraxt bor ekanda shu daraxtdan oppoq bir o'shga toqqid sakrab tushibla qoroning ichida toqildab u yoqdan bu yoqqa sakrab minib yurganligini ko'ribdi. Bu ovoz chiqqan asli o'shk ekanda deb uni ko'rib bo'lib endi joyimga berib yotay deb o'rnidan turmoqchi bo'lib faqat midirlayolmay qolibdi-da. Shunday qilib majburan heliqi o'shkiga qarab turishga majbur bo'libdi. Heliq o'shki degan birdam o'giziga sakrab chiqibdi, birdam u yoqdan bu yoqqa sakrab mo'g'idga, shunda toqildab shu tong so'zlay deb qolgan vaqtida bu qizning yo'lishi uyg'onibdi. Qarsa ayoli mush past tarafda zo'nziyib o'tirib taloq qarayotgan, shundan bilan o'ynimish qotsa u yerda degandan keyin heliq qiz bir uyqudan uyg'ongandek bo'lib, endi ichidagi qo'rqinch ichib patmay shunda bir baqirib ketibdi. Ondan keyin bo'ldi biz bu yerda o'tlamayli, bu yer pokiz emasga deb uyning egasiga deb qo'yib ko'chib chiqib ketgan bo'libdi. Uyning egasimi bir 2 yil o'tgandan keyin u uyni boshqa bir odamlarga setib beribdi. Bu setib oluvchilar bu qurodga uylar ko'nika, men yanglab solaman, ondan keyin ma ujumlarni kesib yetib bu yerga men saylik qilaman deb bir uy solgan odamga endi mush ishlarni hammasini ko'tarib beribdi. Endi u uy solgan odam bu daraxtni kesib yetay deb bir kuni yo'g'on bir palto bilan daraxtning o'ttirisidan bir chepitga qanday bo'lgan heliqi palto qonqib chiqib heliq odamning putig'ini qadlab qolibdi. Bu vaqtda qoroning ichida nurg'un odamlar bo'lganda ularni burun hamda ancha-muncha mush ujmi daraxtida bir narsa bor deganni anglagan ekanchu. Ma ahvolni ular ko'rgandan keyin voqirishib, chiqirishib, taloq qechib ketibdi. Ondan keyin birdam turgandan keyin haris odamni qutqizib olaydi deb yugurib kelib, esik kelib, u odamni doktorxonaga olib boribdi, lekin endi bir putini saqlab qololmabdi-da, meyib bo'lib qolibdi u odam. Ashunda bir ish yuz berganda deb mo'misi bu hikoyani bularga so'zlab bergan ekan. Unda bo'lsa, men turaverib bizga qo'rqib qoldim. Vaqt munosabati bilan bugun hikoyani beshinchi so'zlab beray. Yoqtirib anglaganlarga rahmat. Yoqtirgan bo'lsanglar, meni do'stlarga taqib, qo'njoq qilib qo'yishni unutib qolmanglar. Xayr, xo'sh.